Alaykum barchaga yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begums kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa, Jizzax viloyati Kuyovboshi kelganmiz. Oldin 1,5 yil oldin mana shu joyga bobomizga cho'lchang olib kelib joylashtirib berganmiz. 3 kvadrat bonuslari bilan. Xudo xolasa hozir bobomizni Begumslarning sotilishiga yordam bergan keldik. Begumslarni sotib beryapmiz. Bu biznesga ishonmay bo'lmaydi degan aka-ukalarimiz bemalol buni ko'rishlari mumkin. Negativ yozadiganlar buni ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa buni ishlaridan, bobomni qilayotgan ishlaridan, Begumslardan bitta ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa ortilish jarayonlaridan, Begumslarni, cho'lchanglardan necha kvadratga chiqdi hammasidan bitta ko'rsatib o'tamiz. Hozir buni qilgan ishlarini bitta ko'rishingiz mumkin. Suv yana tashladim. Mana bobomiz joylari xudo xolasa. Bitta ko'rsating cho'lchanglarni. Boshqa yangi joyni ochib ko'rsating endi. Qo'l bilan uraveramiz endi. Shunday mana cho'lchanglarning zishtiklari. Xudo xolasa 1,5 yil, 2 yil bo'lib qoldi sizga olib tashlaganimga. 1 yildi bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yil. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bobomizni Begumslarni sotgan keldik. Nari tomonda boshlagandik birinchi joyini. Hozir bu tomonlarga ko'chirdi. Bu yer ham kamida bir 40 kvadrat, 45 kvadrat chiqadi-ku. Undan ham ko'proq. 60 kvadrat. 60 kvadrat. Eni 3, uzunasi 20 metr ekan. Xudo xolasa cho'lchanglarning zichlari vobshe zo'r bo'libdi. Hozir vodiylik dehqonlarimizga Begumslarni sotilishi keldik mana. Qani? Oho, mana O'chmasimizdan cho'lchanglarni. Mana cho'lchangni zo'r sho'rdi ekan-ku bu. Dahshatli cho'lchangiz. yaxshi qalin qilib so'ruvdim-da. Baraka topdingizmi axir? Rahmat, baraka topdim. Mana. Sizdan baraka toping sizdan. Rahmat aytganingiz. Sizdan shunchalik bo'lyapti. Sizdan to'la. Sizdan barakasini bersin. Rahmat aytganingiz. Bu xudo xolasa aytib o'tganimizdek Begumslaringizni sotilishida qarashamiz degandik, boshladik-a birinchi sotilishlardan. Mashinani olib kiryapmiz. Vodiylik dehqon akalarimiz keyin bobomiz zo'r qilib elektrdan o'tkazib elab qo'yibdi Begumslarni. Hozir ortilish jarayonlarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bobomiz Begumslarni sotilishiga qarashgan keldik. Kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu nima deysiz endi negativ gapiradiganlarga? Negativ ishlaganlar deymiz. Mana kelishsang, ko'rishsang, yaxshi ish ekan, yaxshi biznes ekan. Mana 1 yilda shu darajaga yetdi. 1 yilda 3 kvadrat adashmasam olib boshladik. 3 kvadratdan boshlagan. 3 kvadratdan olib boshlagandi. Hozir nari tarafdagi joylarni ko'rsataman. Bobomiz o'z o'ta akkuratni ish qiladi. Birinchi go'yni yoyar ekan, quritar ekan, undan keyin cho'lchangga berib boshlar ekan. Hozir o'sha birinchi boshlagan joyimizni bitta ko'rsatamiz. Bu biznes bo'lmaydi, buni qilgan bilan hech kim olmaydi deganlarga mana isboti bilan xudo xolasa olib keldik, bobomizga sotib beryapmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu xudo xolasa bu ishda qilaman deb qilmoqchi bo'lib yurganlarga nima deysiz? Kuyovbosh atrofidan bo'lsa bemalol kelaversinmi cho'lchang? Bemalol kelaversa, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Sizning maslahatingiz bilan, siz bilan hamkorlikda xudo xolasa boshlasa bo'ladi. Mana 3 kvadratdan hozir xudo xolasa 80 kvadratga yetdi. Hali zinchligini ko'ryapsizlar. Zinchligiga darsa 100 dan ham oshib ketardi. Shunday buni ko'proq joyga tashlasa 100 kvadratdan ham ziyod joyga tashlasa bo'lardi. Mana 60 kvadrat joyga yangi joy qilibdi yana. Xudo xolasa Kuyovbosh atrofida Begum so'ragan aka-ukalarimiz yoki cho'lchang so'ragan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana bemalol bobomizga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa cho'lchanglardan zishligini zo'r qilib beradi. Ko'rishingiz mumkin. Chotki ekan cho'lchanglarni ham. Zo'r bu yer. Hozir narada ham bitta ko'rsatamiz. Begumslarni ortilish jarayonini ko'rsatamiz. Yurtdoshlar, mana bobomiz juda zo'r, akkuratni ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Go'nglarini, yangilarini mana shunaqa olib chiqib quritadi. Quritgandan keyin qaytadan mana shunaqa uyib, qizdirib, chirishga o'tgandan keyin cho'lchangga oziqa qilib beradi. Buni cho'lchanglar juda zo'r yeydi. Kimlar shu Begums biznesini qilayotgan bo'lsa, mana shu usuldan foydalansa, juda zo'r effekt beradi. O'sha yangiroq hozir mana shu turishdagi o'yinni ham tashlasangiz cho'lchang bemalol oziqa qilib yeydi, lekin buni quritib, chirishga o'tgandan keyin bersa, yeyishi ham, ko'payishi ham juda zo'r bo'ladi. Yaxshi natija ko'rsatadi mana. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa.
kimda esida bo'lsa, mana shu joyga olib kelib tashlagandik. Cho'lchang sal kamroqmi degandek gapirgandi boshida. Hozir bu fikrlardan qaytgan, chunki cho'lchanglar zichligi xudo xolasa 3 kvadrat masalan mana shu joyga yoyilgan bo'lsa, 20-25 kvadrat joyga yoyilgan bo'lsa, hozir 80 kvadratga chiqibdi joyi. Mana shu 1 yilda 80 kvadrat. Hozir u cho'lchanglarni olib yoyadigan bo'lsa, kamida 200-300 kvadrat joyga yoysa bo'ladi. Cho'lchanglar zichliklar vobshiga zo'r. Vobshi dahshat o'zgarish bo'lgan. Mana. Hozir shu joydagi cho'lchanglarni bitta sizlarga ko'rsatamiz. Mana. Ko'rishingiz mumkin cho'lchangning zichliklarini. Zichligi o'ta zich darajada bahor fasli xudo xolasa ayni ko'paygan, zo'r bo'lgan vaqti. Kimga mana shunaqa cho'lchanglar kerak bo'lsa, kim biz bilan birgalikda begona biznesni boshlamoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa mana shunaqa natija ko'rsatayotgan shogirdlardan begonalarni olib boshlaymiz. O'zimiz begonalar xudo xolasa tugadi. Mana shunaqa shogirdlardan, bobolardan, akalardan begonalarni olib boshladik. Mana bobomiz o'zi. Qanday bo'lyapti? Begonalar ortilyaptimi? Ha, o'rtishyapti. Xudo xolasa mana. Chora o'zida bor, go'ng tekin xudo xolasa ko'rsatib o'tganimdek mana begonalarni mana shunaqa darajada elab qoplab qo'yibdi. Chiroyli qilib. Elaklari ham zo'r. Xo'p, yurtdoshlar, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa mana shunaqa begona Kaliforniya cho'lchanglardan yetkazib beramiz.